Buram. Şuncha kengri jahonda faqat mo'shu daryolar biz yo'qsillarga hamnafas. Qarg'ana, bu kapda qancha yiroqlarga uchib ketgan bilanmi, oxiri o'z makoni bo'lgan mo'shu daryo bo'yiga yana qaytib keldi. Bağdun, esingda bo'lsin. O'z makonimiz bo'lgan bu tarimdan sen hergiz ayrılma. Uqdingmi? Uqdim. Burun tarim bundaq emasken. Hammaleri bağı bo'stonliq. Xuddi jannatga o'xshaydi ekan. Minglagan odamlar baxtiyor turmushda yashab ekan. Biroq keyingi chog'larda ikki yovuz olvosdi kelib, birisi bo'ron chiqarib shaharni vayron qilsa, ikkinchisi qum ko'chirib bebayon zaminni vayron qilib o'tgan. Yana birisi vabo kesili tarqitib odamlarning jeniga zomin bo'lgan ekan. Shundan keyin tarim dashti bayovonga aylanib ketgan. Buva, u olvosdilar nemish qo'g'ilib o'tmabdi ekan. Olvosdilarning genini oladigan xanjar Quyosh shahriga solab qo'yilganmish. Qanchalagan yillar, qanchalagan davrlar o'tib ketdi. Toki hozir qadar birma odam uni ochadigan oltin ochqichni topolmagan. Dada, ular oltin ochqichni olgan odamlarmi? Oltin ochqich? Taga, tarimning oltin ochqichi o'zingizning qo'lida. Menda shundaq. Sizlar tarimning xo'jayinlari. Biz bo'lsak sizlar bilan birlikda qumni tizginlab, suv boshlab, dehqonchilik qilib, tarimni gullantirgili keldik.